Kichik shahzoda muallifi Antoine de Saint-Exupéry 12 yoshida samolyotda ilk bor parvoz qiladi. Unga osmon bo'ylab uchish shu qadar yoqardiki, usiz hayotini tasavvur qila olmagan. Afsuski, ayni shu qiziqishi tufayli u erta hayotdan ko'z yumgan. Exupéry butun umrini sayyoramizni yuqoridan kuzatish bilan o'tkazgan. Keyin esa bu taassurotlari uni hech kimnikiga o'xshamas betakror asarlar yozishga undagan. Aynan 1942-yilda yozib tugatilgan Kichik shahzoda asari yillar davomida o'quvchilarni muallif kabi koinotlar bo'ylab parvoz qildirmoqda. 180 dan ortiq, hatto sun'iy tillarga tarjima qilingan asardagi suratlar muallif tomonidan chizilgani Exupéryni noodatiy iste'dod egasi ekanligini ko'rsatadi. Afsuski, asar g'analarini olmasdan turib, betakror yozuvchi 1944-yil urush vaqtida O'rta Yer dengizi uzra parvoz qilayotganda izsiz yo'qoladi. Millionlab muxlislari sevimli yozuvchini Kichik shahzoda oldiga ketgan degan g'aroyib fikrga kelishiga sabab bo'lgan. Ammo yillar o'tib 1998-yil O'rta Yer dengizidan baliqchi tomonidan Exupéry va uning rafiqasi Consuelo ismi yozilgan kumush bilaguzukning topilishi yozuvchining rasman o'limini tasdiqlagan.